Undan keyin eshitish kerak bo'lmagan playlist. Aslo ko'rmang videoni oxirigacha. Billie Eilish, Wildflower. Hech qachon eshitmang, chunki настроениyangiz yo'q bo'lsa, o'zi shundoq ham dabdala bo'ladi. Ikkinchisi, Ummon guruhini 7-qavat ashulasi. Bularni vosh eshitmang, chunki adoyi tomon bo'lasiz, o'zi siqilgan bo'lsangiz, undan dalsha battar bo'lib ketadi. Короче, tushundingiz nima demoqchiligimni? Uchinchisi, James Blunt, Simona. Eng nomer 1 qo'shiqlardan bittasi sizga eski sevgilingizni, eski muhabbatingizni eslatadi. Xuddi bizada Sherali Jo'rayevni Birinchi muhabbatim qo'shig'iga o'xshab, ingliz tilida shu qo'shiq o'shani beradi. Va to'rtinchisi, bu Tohir Sodiqovni Shamol qo'shig'i. Hech ham eshitmang, chunki o'zingiz ham shamolga o'xshab uchib boshqa davlatlarga ketib qolgingiz keladi. Va oxirgisi, buni o'zingiz yozing. Qaysi qo'shiqni eshitib, kech payt mazza qilib, siqilib o'tirasiz.